Amaliyotimda yaqinda shunaqa bitta voqeani ko'rdim. 11 yoshdagi bola, lekin agar shuni xulqi atvori ustida ota-ona ishlamasa, u pedofil. Kelajakda shunaqa bo'ladi. Xuddi shunaqa. 13 yoshdagi bola singlisiga, ukasiga jinsiy zo'ravonlik qilyapti. Oila diniy nimaga mansub, dunyoviy ham. Ajralmagan, bola to'garakka ham boradi, boshqasiga ham boradi. Aka bilan gaplashyapman, u pedofil. Singlisiga jinsiy zo'ravonlik qilib bo'lgan. Ukasiga ham qilib bo'lgan. Lekin aybni o'ziga olmaydi va mana shuncha uni ko'zida afsuslanish yo'q. O'sha qilgan ishini xato ekanligini his qilish yo'q. Ota-onasiga aytayapman, buni psixiatrga olib borish kerak, buni davolash kerak deyapman. Psixiatrga olib boryapti. Psixiatr aytayaptiki, davolash kerak. Bunda xulq-atvor buzilyapti. Bu xavfli, bu shunaqa holatga olib keladi. Siz yo'q, biz o'zimiz to'g'rilab olamiz, rahmat deyapti-da, psixiatrdan davolanmasdan chiqib ketdi. Va menga ham qaytib kelgani yo'q. Va psixiatrga ham qaytib borgan.